Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Diğer avtomobil xudo xolasa 24-yil Damas'imiz geldi. Bir xato ko'rsatib o'taman. Shu qog'ozlar ham duddagan. Mashinamizning birinchi nomerlari ham olingan. 4 balon zavодской duti toza balonlar. Metan gaz balonlari ham qo'yilgan. Tayyor narsa. Mashinamizda shumka bor ekan. Hammada shumka bo'lgan. Yurgan kilometrlari 20 ming yurt tuttu ekan. 20 ming yurt tuttu. Borlar qo'yilgan. Chexol ham qo'yilgan tayyorlangan. Neonim ham qo'yilgan. Xullas 2024-yilda ishlab chiqarilgan bahosi 93 million so'm. Oldindan to'lov 7 million 200 ming so'm to'lasangizlar, 3 yilda 4 million 100 ming so'm oylik to'lov. Oldindan to'lov 9 million to'lasangizlar, 5 yilniki 3 million 80 ming so'm to'lov. Oldindan to'lov 9 million 800 ming so'm to'lasangizlar, 6 yilniki 2 million 800 ming so'mdan. 3 yil, 5 yil, 6 yil ham avtokreditda chiqariladi, hurmatli obunachilar. Va notaryuslarning alohida 8 million so'm pullari chiqadi. Kimlar qiziqarli bo'lsa, pastdan nomerlarimizni qoldiramiz. Diğer haftaga kelaverasizlar. Sotiladigan mashinalar olib kelsangizlar, qo'ldan kelgancha sotishga yordam beramiz. Diğer haftada sizlarni kutib qolamiz.